ko'p ustalarimizdan Heyzer kotellarning ichini ko'rsatib berildi deyapti. Hozir sizlarga xolis obzor qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Heyzer ikki konturli kondensatsion kotel. Ichi qalin izolyatsiya bilan yopishtirilgan. Bu tarafida ham ko'rishingiz mumkin, qalin izolyatsiya qilingan. Miyasi bizda Wi-Fi modulli bo'ladi. Bemalol telefonga ishlatsanglar bo'ladi, telefonga. Sensorli upravleniyasi. Nasosi Xitoy. Suv datchiki bizda nemetskiy bo'ladi. Gaz klapani bizda italyanskiy. Mana ko'rishingiz mumkin. Вторичный теплообменники bor. Ventilyatorimiz bizda italyanskiy bo'ladi. Buni bitta eng afzalli tarafi qolgan kotellarga qaraganda bu yerda mayda setka bilan jihozlangan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mayda setkasi bor. Bu nimaga kerak desanglar, teplobmennik tez to'lib qolmaydi. Har xil musora bilan, har xil narsalar bilan tez to'lmaydi. Shuni hisobidan teplobmennikning hayoti uzunroq bo'ladi. Va bizda bu yerda 6 litrli rashpakimiz bor. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada Heyzer so'zini yozib qoldirsanglar, biz sizlarga narxini yuboramiz. Buyurtma berish uchun esa pastda nomer qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.